Bir odamning o'lgan vaqtdagi holatiga, ya'ni sakrat holatiga qarab, u odamning yaxshi o'limda o'lganligi, ya'ni o'lgandan keyingi oqibatining yaxshi bo'lganligi va yomon o'limda o'lganligi, ya'ni o'lgandan keyingi barzaxiy olamda oqibatining yomon bo'lganligini bilgili bo'lgan alomatlar bormi? Bir odamning yaxshi o'limda o'lishi uchun o'zi qila oladigan ishlari va sabablari bormi? Albatta Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam ölüm vaqtidagi holatlar va sakratdagi ba'zi alomatlarga qarab, u odamning yaxshi o'limda vafot topganligi yoki yomon o'limda vafot topganligini bildiradigan bir qancha alomatlarni bizga deb bergan. Va shundaqla bir odamning yaxshi o'limda o'lishi uchun o'zi qila oladigan bir qancha sabablari bor va shundaqla yomon o'limda o'lib qolmaslik uchun saqlanishga tegishli va qilishga tegishli bir qancha ishlar bor. Bir odamning o'lgan holatidagi, ya'ni sakratdagi holatiga qarab, uning yaxshi o'limda o'lganligini bildiradigan alomatlarning birinchisi bo'lsa, uning jon uzishdan ilgari la ilaha illalloh degan bu shahodat kalimasini tilga olganligi. Bu haqda Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam "Men kana axir kalamihi la ilaha illalloh dakhalal janna." Qandaq bir odamning oxirgi so'zi la ilaha illalloh bo'lsa, u odam jannatga kiradi deydi. Ya'ni jon uzishdan ilgari bir odam shahodat kalimasini aytib la ilaha illalloh deb o'lgan bo'lsa, bu odamning o'limining yaxshi bo'lganligi, ya'ni o'lgandan keyingi oqibatining yaxshi bo'lganligini bildiradi. Shuning uchun ma'lum bir voqeaga uchragan vaqtimizda yoki yerdarga vaqtda yoki uningdan boshqa har qanday bir o'lim xavfiga duchor bo'lgan vaqtimizda darhol bizning og'zimizga la ilaha illalloh degan bu shahodat kalimasi kelishi kerak. Chunki biz qaysi bir voqea, qaysi bir hodis orqali bu dunyodan ketadiganligimizni bilmaymiz. Va shundaqla agar biz bir odamning jon uzganligiga shohid bo'lsak, u odamga la ilaha illalloh degan bu shahodat kalimasini tashlab berishimiz kerak. Chunki Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam laqinuhum la ilaha illalloh. Sakratdagi odamga la ilaha illalloh degan bu shahodat kalimasini og'ziga tashlab beringlar degan. Ikkinchi alomati bo'lsa, mümin sakrat vaqtida uning peshonasi taligan bo'lsa, bu uningki yaxshi o'limda vafot topganligi va oqibatining yaxshi bo'lganligini bildiradi. Chunki Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam mautul mu'mini bi'arqil jabin, mu'minning o'limi peshonasi talash bilan bo'ladi deydi. Demak, bir odam sakratdagi vaqtida uning peshonasi taligan bo'lsa, bu uning mu'min holatda vafot topganligini bildiradi. Uchinchi alomati bo'lsa, juma kuni kunduzi yoki juma kunisi kechasida vafot topgan bo'lsa, bu u odamning oqibatining yaxshi bo'lganligi va yaxshi o'limda vafot topganligini ko'rsatadi. Bu haqda Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam "Ma min muslimin yamutu yawmal jum'ati aw laylatil jum'a illa waqahu fitnatul qabr." Qandaq bir musulmon juma kunduzi yoki juma kechasi oqshimi vafot topgan bo'lsa, Alloh taolo uni qabrning fitnasidan, ya'ni qabrdagi savol so'roqdan saqlaydi deydi. Qabrdagi fitnadan, ya'ni qabrdagi imtihondan saqlagan bo'lsa, albatta u odamning u yaxshi o'limda vafot topganligi va barzaxiy olamda oqibatining yaxshi bo'lganligini bildiradi. To'rtinchi alomati bo'lsa, bir ayol homildor holatida vafot topgan bo'lsa yoki tug'ut jarayonida tug'ut bilan vafot topgan bo'lsa yoki tug'ib bo'lgandan keyin nifaslar holatida vafot topgan bo'lsa, u ayol kishining yaxshi o'limda vafot topganligi, shundaqla oqibatining yaxshi bo'lganligini bildiradi. Bu haqda Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam "Val mar'atu bi jum'in shahida", ya'ni homildorligi sababli vafot topgan ayol shahiddir deydi. Demak, shahid bo'lgan kishining mukofotini qanday bo'lganligini biz ilgirki darsimizda so'zlab bo'ldik. Uningdanmi bak yaxshi o'lim, uningdanmi oqibatining yaxshi bo'lgan bir kishi bo'lmasa kerak. Beshinchisi, suvda g'arq bo'lib o'lgan bo'lsa, o'tni kuyib yoki tambasi o'lib o'lgan bo'lsa, qusoq og'riqi bilan o'lgan bo'lsa yoki yuqumliq kasaldan o'lgan bo'lsa, bu u odamning oqibatining yaxshi bo'lganligi va yaxshi o'limda vafot topganligini bildiradi. Chunki Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bularning hammasiga shahidning ajri beriladi degan. Oltinchisi, Alloh buyurgan har qanday bir ibodat va yoki amal ustida vafot topgan bo'lsa, bu u odamning o'limining yaxshi bo'lganligi va oqibatining yaxshi bo'lganligini bildiradi. Masalan, Qur'on o'qib turib vafot topgan bo'lsa, yoki namoz o'qib turib, sajda qilib turib, ro'za tutib turib, yoki haj qilib turib, umr qilib turib, Arafat tog'larida, Mina tog'larida, undan boshqa Alloh buyurgan har qanday bir ish ustida vafot topgan bo'lsa, bu odamning oqibatining yaxshi bo'lganligi va go'zal o'limda vafot topganligini bildiradi. Chunki Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam "Yub'athu kullu 'abdin 'ala ma mata alayh." Hamma banda nimish qilib turib, nimishning ustida o'lgan bo'lsa, qiyomat kuni shu ishni qilgan holatda tirildirildi deydi. Demak, Allohning huzurida qiyomat kuni Qur'on o'qib turib tirilishdimi, namoz o'qib turib, sajda qilib turib tirilishdimi, ulug' ish, go'zal ish bo'lmasa kerak. Yettinchisi, dinini qo'g'dash, jinni qo'g'dash, oila, ayoli, bolasini qo'g'dash, diniy e'tiqodini qo'g'dash va oilasi, jini, pul, meli ichida bo'lgan vatanni qo'g'dash uchun o'lib ketgan bo'lsa, oqibatining yaxshi bo'lganligini bildiradi. Chunki Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam "Men qutila duna malihi fa huwa shahid va men qutila duna dinihi fa huwa shahid va men qutila duna damihi fa huwa shahid." Qandaq bir odam meli uchun o'lgan bo'lsa, u shahiddir. Qandaq bir odam dini uchun o'lgan bo'lsa, u shahiddir.
qandaq odam qani uchun, ya'ni jinni qo'dash uchun o'lgan bo'lsa, u shahiddir deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom shahid deb xabar bergan o'limda o'lishdan go'zal va yaxshi o'lim bo'lmasa kerak. Endi qanday qilgan vaqtda yaxshi o'limda vafot topqili bo'ladi? Ya'ni biz yaxshi o'limda o'lish uchun bizning qo'limizdan keladigan, biz qila oladigan ishlar bormi? Albatta bor. Buning birinchisi Alloh qarta yaxshi gumonda bo'lish, ya'ni yaxshi qarashda bo'lish. Alloh taolo bizning melimizga yoki bola chaqalarimizga yoki bizning bedanimizga biror musibat solgan bo'lsa, Alloh taolo meni gunohimdan poklayotdi deb Allohning bizga bergan har qanday bir musibatiga qarata qaqshamaslik, Allohga yaxshi gumonda bo'lish bu yaxshi o'limga sabab bo'lgan ishlarning birisi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom vafot tepishdan 3 kun burun Jabir ibn Abdullah degan sahobaga Allohga yaxshi gumonda bo'linglar va o'limga Allohga yaxshi gumonda bo'lgan holatda tayyor turinglar deb har vaqt Allohga yaxshi gumonda bo'lishga tavsiya qilgan. İkincisi, gunohdan qo'l uzish, tövbəga aldirash bizning yaxshi o'limda o'lishimizga sabab bo'ladi. Ibn Qayyim Javziy rahimahulloh bu haqda bir naqshning sakratlik ahvolini bayon qilib, u sakratlik holatida atrofdagi kishilar uningga la ilaha illalloh degan bu shahodat kalimasini tashlab tursa, u sakrat holatida turib naqsh aytgan holatda o'lib ketdi deydi. Bir odamning naqsh aytgan, mushunda behuda so'zdan o'lib ketganligi u odamning oqibatining yaxshi bo'lmaganligini bildiradi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bir banda, bir inson nima ish ustida vafot topgan bo'lsa, qiyomat kuni Allohning huzuriga shu ish ustida tirildirilib chiqadi. Demak, gunohdan, behuda ishlarni yiroq turish, tövbəga aldirash yaxshi o'limda o'lib ketishimizga sabab bo'lgan ishlarning birisi. Uchinchisi, duolarimizda har vaqt Alloh taoladan husnul xotima, ya'ni go'zal oqibat, yaxshi o'lim tilash. Va shundaqla Yusuf alayhissalomdek tawaffani muslima va alhiqni bis solihin. Ey Alloh, meni musulmon holatda vafot topqizgin deb Alloh taoladan bu duoni qilish. Chunki biz har qancha tirishib ketili, har qancha sabab qilib ketili, agar Alloh taolo bizni yaxshi o'limda vafot topishimizga muvaffaq qilmasa, biz uningga nisb bo'lolmaymiz. Shunga Alloh taoladan duolarimizda har vaqt husnul xotima tilashimiz kerak. Endi yaxshi o'limda o'lib ketishimizga sabab bo'lgan ishlar bo'lgandek, yomon o'limda o'lib ketishimizga sabab bo'lgan ishlar bormi desa, albatta bor. Yomon o'limda o'lib ketishimizga sabab bo'lgan ishlarning birinchisi namozni davomli kechib turib o'qish, qazo qilish va namozga sal qarash. Namozni davomli kechib turib o'qiydigan odamningki har vaqt yomon o'limda o'lib ketish ehtimoli bo'ladi. Chunki u odam namozni kechib turib qazo o'qigan vaqtida agar namozsiz holatda ajali tushib o'lib ketsa, Allohning oldiga benamoz holatda chiqqan bo'ladi, u odam yomon o'limda o'lib ketgan bo'ladi. Ikkinchisi, gunohga odatlanib qilishdan, günah qilishdan saqlanish. Agar bir odam namoz o'qisimi, ro'za tutsimi, ammo uning tashlanmagan bir gunohi bo'lib qolsa, agar shu gunoh ustida vafot topsa, u odamning oqibati nihoyat xatarli bo'ladi. Bu haqda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bir odam uzun zaman jannat ahlining amalini qiladi, ammo uning hayotining oxirisi do'zax ahlining amalini oyoqlashadi. Va innamal a'malu bil xawatim. E'tiborga ilinadigan amallarda oxirgi tuganchisi, ya'ni hayotining oxirini nim bilan oxirlashtirganligi bu e'tiborga ilinadi deydi. Demak, bir odam nurg'ulg'an yaxshilarni qildi, ammo u bir gunohni tashlayanmidi, kunab qoldi. Agar u odam shu gunohni qilgan, shu gunohni ko'rgan, shu harom ishlarni qilgan, shu harom ishlarni ko'rgan holatda jon uzsa, barzakh olamida Allohning oldida e'tiborga ilinadigan al-xawatim, hayotining oxirida jon uzish oldidan nima ish qilganligi bu e'tiborga ilinadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning bir odam uzun zaman jannat ahlining amalini qiladi, ammo uning hayoti do'zax ahlining amali bilan oxirlashadi. Va innamal a'malu bil xawatim, e'tiborga ilinadigan uning oxirgi hayotining nima bilan oxirlashganligi degan bu hadisi hammamizni bir cho'chitishi kerak. Hech qachon o'zimizning qilgan ishlardan mag'rurlanmasligimiz kerak. Chunki hozir biz yaxshi bo'lgan bilan, yaxshilarni qilgan bilan, yaxshilarni so'zlagan bilan hayotimizning oxirisi nim bilan oxirlashganligini bilmaymiz. Shayton bu daslabida musulmon edi, keyin kofir bo'lib ketdi. Shuning uchun har vaqt Alloh taoladan mustahkam qadam tilishimiz kerakki, hayotimizning oxirisimi jannat ahlining amali bilan oxirlashqay. Uchinchisi, ya'ni yomon o'lim bilan o'lib ketishimizga sabab bo'lgan ishlarning uchinchisi dunyoni cho'ng bilish, dunyoga hirisman bo'lish. Biz dunyoni ko'zimizda nihoyat cho'ngaytib, faqat dunyoda go'zal yashashga hirisman bo'lsa, bizning har vaqt yomon o'lim bilan o'lib ketishimizga sabab bo'ldi. Nimishqa? Chunki biz dunyoni cho'ng bilgan vaqtimizda faqat mushu dunyoda go'zal yashashni, dunyoda hashamatli yashashni o'ylaymiz. Bu vaqtda biz dunyoda boshqalar bilan faqat mushu dunyoda go'zal yashash uchun halol harom ayirmaymiz va Allohning buyruqlariga parvo qilmaymiz. Chunki bu vaqtda ko'zimizda dunyo shu darajada yo'g'inib ketgan bo'ladi-ki, oxiratni unutildiradi. Allohning buyruqlariga parvo qilg'izmaydi. Shuning uchun har vaqt ko'zimizda dunyoni yo'g'inatmasligimiz kerak. Abadiy hayotimizning oxirat ekanligini unutmasligimiz kerak. Qanchalik oliy turmushga erishaylik, qanchalik hashamatlik uyda o'tiraylik, qanchalik isil mashinlarni haydaylik, uning faqat vaqtlik ekanligini har vaqt esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Mayli oliy yashaylik, mayli oliy yashamaylik, bularning
bularning hammasi o'tkinchi. Ammo oxirat hayotimiz bo'lsa, u abadiy. Shuning uchun har vaqt qilgan ishlarimizda abadiy hayotimizga foydaliqmi yoki ziyonliqmi buni o'ylashimiz kerak. Ya'ni bizning zehnimizda, bizning qalbimizda cho'ng bo'lgani oxirat dunyosi, ya'ni abadiy hayot bo'lishimiz kerak. Aksicha zehnimizda dunyoni yo'g'intib, hamma ishlarni shu dunyodan iboratdeklar ko'rsak, faqat mushu dunyolar ko'zlaymiz, vaqtimizning hammasini mushu dunyoga sarf qilamiz, pullarimizning hammasini mushu dunyoga sarf qilamiz. Ammo oxirat hayotiga quruq qo'l ketib qolamiz. Pul melini, vaqtini, butun tirikchilikning hammasini vaqtliq dunyoda qoldirib, abadiy hayotga quruq qo'l ketgan odamdanmi yomon o'limda o'lgan odam bo'lamdi. Shuning uchun Alloh taolo bizni Qur'oni Karimda ogohlantirib, "Fala tu'jibuk amwaluhum." Ularning, ya'ni kofirlarning, munofiqlarning pul mollari seni hayron qoldirmasin, ajablantirmasin. Ularning haydagan mashinalariga, o'ltirgan uylariga qarab hayron qolma, ularga havas qilma deydi. Chunki biz ularga havas qilgan vaqtimizda o'zimizning dindan shakllanib qolamiz. Bizning dinimiz uni harom, buni harom deb bizni cheklab, bizni taraqqiy qilg'izmaga o'xshaydi. Shuning uchun biz ulardek isil mashinlarni haydayanmaga o'xshaymiz, isil uylarda o'ltirmaga o'xshaymiz deb bu shubhini bizga keltirib qo'ydi. Shuning uchun Alloh taolo bizni "Fala tu'jibuk amwaluhum." Ularning pul mollari seni ajablantirmasin, hayron qoldirmasin, havas qildirmasin deydi. O'ylab baqadigan bo'lsak, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom masjidning ichida chedir tikib o'ltirgan vaqtida Sasaniyalarning Kisra podshohi, Rumning podshohi Qaysarlar nada o'ltiradi? Hashamatli qasrlarda o'ltiradi. Allohning payg'ambari chedirda o'ltirsa, Allohga shirk qo'shgan mushriklar isil hashamatli qasrlarda o'ltiradi. Hazrat Umar payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning yuzidagi bor izini ko'rib, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom borning ustida yetib, borning izi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning yuziga petib ketgan. Hazrat Umar mush izini ko'rib yig'lab ketadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom: "Ey Umar, sana nima bo'ldi?" deb so'raydi. Hazrat Umar: "Ey Allohning elchisi, sen bir Allohning payg'ambari, ya'ni butun koinotning egisi bo'lgan Allohning payg'ambari. Shunda turib, sen bir chedirda o'ltirsan. Chediringda bor va opidan boshqa hech narsa yo'q. Shu topda Kisra va Qaysarlar oliy hashamatli qasrlarda o'ltiryapti" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom: "Ey Umar, dunyo ularning bo'lsin, oxirat bizning bo'lsin. Rozi bo'lmamsan" deydi. Demak, musulmonning qimmat qarashi, nazari faqat mushu dunyo bilan chekilmasligi kerak. Oxirat hayotini ko'ralish kerak. Bunda bo'lgan vaqtida kofirlarning hashamatlik yashag'ini qarab, hech qachon o'zining dini shaklanmaydi. Shundaqla ularning pul mollariga, dunyolarga havas qilmaydi. Chunki musulmon abadiy hayotda kimning haqiqiy hashamatlik turmushga ega bo'lganligini biladi. Va shundaqla dunyo uning ko'zida nihoyat kichiklaydi-da, dunyo tepishda, dunyoga erishishda Allohning buyruqlarini birinchi asos qilmaydi. Qanchalik foyda bo'lsa-mu, Alloh cheklagan ishlarni qilmaydi. Uchinchisi, ya'ni yomon o'limda o'lib ketishimizga sabab bo'lgan ishlarning uchinchisi yomon nachar kishilar bilan do'stlashish. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom tag'isi Abu Talibning o'lim vaqtida yeniga kirib, "Ey tag'a, la ilaha illalloh dan mushu gap bilan Allohning qashida sizga hujjat qilay. Sizning musulmon ekanligingizga Allohning qashida guvohlik beray" degan vaqtida Abu Talib la ilaha illalloh deyishni o'ylashayotgan, ikkilanayotgan paytda uning qashiga do'stlari: "Ey Abu Talib, sen necha yil Abdul Muttalibning dinida yashab, endi o'lishdan ilgari u dindan yanansa" deb uni la ilaha illalloh deyishdan to'sib qo'ydi. Ya'ni uni do'stlari yomon o'lim bilan, ya'ni kufr bilan o'lib ketishiga sabab bo'ldi. Demak, yomon do'st bizning yomon o'limda o'lib ketishimizga mana shuningdek sabab bo'ladi. Mana bular bizning yomon o'limda o'lib ketishimizga sabab bo'lgan ishlar. Shuning uchun biz har vaqt yuqorqi yomon o'limda o'lib ketishimizga sabab bo'lgan ishlardan qattiq yiroq turishimiz kerak. Chunki biz o'lgandan keyin barzax olamida dunyo hayotida qilgan yomon ishlarimizga nihoyat qattiq pushaymon qilamiz. Va qiyomat kunisi ya laytani kuntu turaba, kashki men odam bo'lmay tuproq bo'lib ketsam, to'p bo'lib ketgan bo'lsam-chu deb odam bo'lib turganimizga pushaymon qilamiz. Endi biz o'lgandan keyin qabrida, ya'ni barzax olamida payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom xabar bergandek nihoyat qo'rqinchli va dahshatli azoblarga sabab bo'lgan ishlar qaysi? Biz bu haqda keyingi darslarimizda tafsiliy to'xtalamiz. Buni bilmoqchi bo'lsanglar, diqqatinglar kelarki darsimizda bo'lsin.